Yo'q, unday qilmang, chimchilamang. Akasi kim bilan gaplashyaptilar? Hasan akamni bir yaxshi ko'rgan qizlari bo'lardi. Yo'q, O'sha qiz tashlab ketgandi. O'shandan beri akam o'zlariga kela olmay ko'zlariga ko'rinaveradi. Iltimos sizdan akam nima desalar xo'p deb turing, xo'pmi? Xo'p bo'ladi akajon. Uchasizlarmi? Bo'ldi, Nargiza uchmoqchi. Hasan aka bemalol. Yuring. Yo'q, to'xta, qayoqqa uchyapsan? Nargiza yangangni ko'rmayapsanmi? Mana uchar aka. Sen muhimmi, Nargiza yangang muhimmi? Bor boshqaga uch. Paskan to'ri kiying, Nargiza birinchi marta uchyapsan. Sevaman meni yona, yuragimda o'zing bir dona. Ey, Nargiza yoqyaptimi? Hali joylarga olib boraman seni. Hayolim etib hayrona. Akajon uzr. Nargiza yangiga ko'rinmaydilar. Yo'q, Nargiza qo'rqadi, ko'ynagingda shuning uchun chiqmadi. Ana turibdi-ku Nargiza. Ana. Shetda ekanlar. Nargiza qo'rqma, hozir kelaman. Xotiraman, men qarab turaman. Nargizang. Nega ne sensiz bu dunyo, sen yuragimdagi navo, kechalar xayolda paydo, sen jona. Sevaman dildan jon. Hasan aka, Nargiza opam uchmaydilarmi? Yo'q, Nargiza balandlikda qo'rqadi. Ketmakdan qo'rqadi yangam. Yo'q, uchmaysan Nargiza. Menga sog'lig'ing kerak. Unday injiqlik qilma. Ketib yur. Sen de bir yana, sevgililerim devona. O'tkir bloger-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nargiza sizni muxlisingizda qizim bitirasiga tushsa. Ha, Nargiza jo'rku deydi. Bor, mana shu yerda. Qo'lidan ushamang aka. Zo'rakalar maza qildik a. Maza qildinglarmi aka? Pulini kim to'laydi? Qancha? Akajon, Anqor parkimizda hamma uchgan attraksionlaringiz puliga 60% cashback ham olishingiz mumkin. Zo'rakalar, har doim kelamiz endi. Pulini kim to'laydi endi? Bo'ldi. Nargiza to'laydi. Nargiza to'laversa biz mashinada bo'lamiz. Tezroq chiq, qolib ketma, qo'y. Yangam to'laydi, yangam.